Bundan 2 yil oldin bu Venucci 30 mingdan baland bo'lgan. Hozir men sizga aytadigan narx absolutni shikolat narx. Bitta like bosib qo'yishga bemalol arziydi. Akalar 2021-yil 90 ming probegda Venucci kraskalari top-toza deyaptilar. Bemalol o'zingiz uchun bir qur tekshirib olsangiz bo'ladi. Mashinamiz 360 kameralari bor, panorama tomlari bor. Salon holatlarini ko'ramiz. Mashinamizda beskulchoy dasturlari bor, atamankalarigacha bor. Abdufi, abagrifi bor, monitorlari bor, lustrifikatsiya qilinmagan, lekin mashinamiz zo'r holatda yuribdi. Rasxodiga keladigan bo'lsak, juda ham oz 6 litr rasxod qiladi. Sababi bu gibrid. Akalar, o'zini-o'zi zaryadlab ham yuradi. Bu Venuccini egalari bilan talashib, tortishib narxini bir paytlar 30 ming, 35 ming sotilgan mashinani 17.900 ga tushirib qo'ydik. Bitta like bosib qo'ying. Like bosdingizmi? Endi yana davom etamiz. Pioneer akustika sistema qolmishiga o'rindiqlar ham to'liq elektropaket. Aka, bu mashinani narxini chutki tushirib qo'ydik. Bundan ortiq ham tushira olmasangiz kerak. Egalar nomerini pastda qoldiryapmiz. Bemalol telefon qilib savdo olasangiz bo'ladi.